Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz akalar maxsus video bo'ladi chorvador akalarimiz uchun. Ukam biz qo'y mol boqamiz, o'tlarimiz, poyalarimiz har xil qalin yuqqa bo'lishi mumkin. Qanaqa drabilikka olsak bizga ish beradi, bizga effekt beradi degan akalar uchun to'liq videosini qilib beramiz. Faqatgina hoziroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan chegirmalarni ham qilib beramiz. Drabelkalarimizni vazifalari bilan tanishtirib, ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Xo'jalik bob yokida fermer akalarimiz uchun har xil turda drabelkalarimiz kelgan. Biz 6 pichoqli Agramax firmamiz drabelkamizdan boshlaymiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Pichoqlari akalar 6 pichoqli bo'ladi. Tortib beradigan shnek qismlari original qalin shneklar bilan jihozlangan. O'zida skorslari bo'ladi. 2 xil razmerda 2 sm dan 4 sm gacha maydalash uchun mo'ljallangan. Pichoqlarni xohlagan razmerlarga legirovka qilib ishlatsanglar bo'laveradi akalar. Motorlari asosiy yuragi bo'lgan motori original katta pastoykka ishlaydigan motorlari bilan jihozlangan. Narigi tomondan o't yoki poyalarni bemalol solasizlar, maydalangan holatini bu tomondan chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz tepa tomonidan solib ishlatsalangan bo'laveradi. Motorlari qanaqa motor ukam deganlar uchun motorlar juda ham sifatli pishiq motorlar bilan qilib ishlangan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan drabelkalarning narxi 2 million 200 ming so'm chiqadi. Kanal nomidan keladigan bo'lsalar, chiroyli narxda qilib beramiz. Endi Agramax firmamizda motori kattaroq variant kelgan. Bu 5,5 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, bu motorimiz 6,5 kilovatli bo'ladi. Pichoqlari unga nisbatan qalinroq, shnek qismlari ham baqotroq holatda bo'ladi. Shestanalari originalidan qo'yilgan. Bunda ham akalar o'zida skorslari bor. Xo'l, quruq, poya, makka poya shunga o'xshagan narsalarni maydalab berish uchun mo'ljallangan. Ma'lumotlarni bemalol o'qib olasizlar ham bo'laveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu drabelkamizning narxi 2 million 350 ming so'm. Kanal nomidan keladigan bo'lsalar ham uni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. 5 ta 10 ta qo'y moli bor akalarim uchun juda ham zo'r tanlov bo'ladi. O'zini pichoqni o'tkillaydigan, o'zida charxagacha qo'yilgan holatda. Endi akalar, xo'jalik bob drabelkamizning eng hadovoy hamda eng sifat toza variantidan yetib kelgan. Akalar, bu drabelkalarimizni santimetri pichog'i akalar 30 santimetrligi bo'ladi, 15 santimetrligi bo'ladi, akalar 25 santimetrli variantga bo'linadi. Bular ikkovi ham 25-20 santimetrdan bular 30 santimetrlik katta variantidan splashni ochiladigan variantidan bo'ladi. Pichoqlari original mana o'zida Xitoyda pechati qo'yilgan yaltiroq pichoqlar bilan jihozlangan. Tortib beradigan shneklari juda ham baquvvat holatda, o'zida skorslari qo'yilgan, skorslari ham baquvvat holatda bo'ladi. Pichog'ining eni ham, qalinligi ham juda ham qalin holatda bo'ladi. Bemalol bir tomoni o'tmas bo'lgandan keyin ikkinchi tomonini aylantirib turib ham ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Motorlari ham yaxshi sifatli pishiq motorlardan qilib ishlangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Oldi tomonidan ham narxi 2 million 500 ming so'm. Kanal nomidan keladigan bo'lsalar, chiroyli narxda qilib beramiz. Oxirlari shu qo'rg'ali original oxirlar bilan jihozlangan. Endi ukam bizga 10 ta, 15 ta, 20 ta, 30 ta, 40 tagacha qo'y mol boqamiz degan akalarimiz uchun drabelkamizda akalar dodasini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Lentali, o'zida lentalari katta uzun variantidan bo'ladi. Pichoqlarini ochib ko'rsatamiz. Pichoqlari splashni katta pichoqlar bilan jihozlangan. Har bitta pichog'ida akalar Xitoyda pechati bor. Original pichoqlardan bo'ladi. Oldi tomonda ham pichoqlarning borligini hisobiga sizlarga somon poya shunga o'xshagan narsalar endi 0,5 santimetrdan 1 santimetrgacha maydalash uchun mo'ljallangan. Oldi pichoqlari maslinni yoq quyib ishlatadigan bo'lsangiz sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Buni ham skorslari bo'ladi. Har xil oborotda ishlatishingiz mumkin. Yosh kattalar ham, kichiklar ham bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Motorlarni xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bu 220 mizning eng katta drabelkasi bo'ladi. Oldi pichoqlar ham remon orqali ishlaydi. Ukam gapni ko'paytirmay narxini aytgan deganlar uchun bu drabelkamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar 5 million 600 ming, 5 million 800 mingga sotilgan. Hozir chegirmada narxi 5 million so'mdan kelib xarid qilishlari mumkin. Motorning kilovatiga qarab narxlari o'zgaraveradi. Pastda nomerlarni qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, to'liqroq ma'lumotini berib tanishtirib o'tib ketamiz. Lentalarni xohlagan razmerlarga legirovka qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Narxi 5 million so'm. Bemalol kelib xarid qilib oladigan joyi. Olib sotaman degan akalarimiz uchun ham chiroyli narxlar chiqarib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Shunaqangi drabelka qilib turgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar obunachilar. Xo'p, narxlarda qilib beramiz.